Oktyabr oyidan boshlab hududlarda pensiyalarni naqd pul shaklida to'lash, fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish, ya'ni Face ID hamda ularning imzosini elektron shaklda olish orqali amalga oshirilishi boshlandi. Ushbu tizimni joriy etishdan ko'zlangan maqsad pensiyalarni fuqarolarga to'liq va o'z vaqtida yetkazishga qaratilgan. Fuqarolarga ushbu o'zlarining pensiyalari yetib borishini masofadan nazorat qilinadi. Shu bilan birga pensiya jamg'armasi tomonidan ko'rsatiladigan boshqa xizmatlar ham Face ID, ya'ni yuzli identifikatsiya qilish orqali ko'rsatiladi. Bunda fuqarolar qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish orqali yoki bo'lmasa imtiyozli pensiyalarga tayinlash uchun fuqarolar pensiya jamg'armasiga murojaat qilganlarida ularni yuzlarini identifikatsiya qilish orqali qolgan barcha ma'lumotlar tegishli vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan olinadi. Endilikda to'lov jarayonida bo'lishi mumkin bo'lgan Xalq banki tomonidan hisobotlarda to'landi deb hisobot berilib, amalda fuqaroga to'lanmaslik yoki boshqa shaxslarga to'lab yuborish holatlari oldi olinadi. Lekin bunda fuqarolar muammolarga duch kelmaydilarmi? Mazkur tizim 1-oktyabrdan joriy etilganligi sababli ushbu tizimda o'ziga yarasha kamchiliklar bo'lishi mumkin. Bu joylarda internet sifatining pastligi yoki bo'lmasa boshqa texnik sabablar bo'lishi mumkin. Bu hozirda oktyabr oyidan joriy etilganligi uchun ushbu tizim test sinovida ishlayapti desak ham bo'ladi va ushbu aniqlangan kamchiliklarni tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda ishlab tez kunlarda o'sha bartaraf etib tizimni to'liq xatosiz ishlash tizimiga olib kelamiz. Eslatib o'tamiz, fuqarolarda savollar va murojaatlar bo'lsa 1271 ishonch raqamlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin.